Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling qizim. Bahrom akam uylari shumi? Ha, shu. Siz kim bo'lasiz? Menga chaqirib bera olasizmi, iltimos? Nima ishingiz bor edi Bahromda? Men Kamolaman. Nima? Senmisan o'sha Kamola? Ha. Iltimos, Bahrom akam chaqirib bering. Bahrom akangda nima ishing bor? 2 kundan beri qo'ng'iroqlarimga javob bermayaptilar. Nega seni telefonlaringga javob berish kerak? Axir u oilali bo'lsa, uyalmaysanmi? Senga nomahram bo'lsa qizim. Bahrom akam yaxshi ko'raman. Senga uylanaman deganlar. Menga qara. Iltimos, chaqirib bering, opa. Ket qizim. Endi uyalmasdan uyimgacha bostirib keldingmi? Men ularni ko'rmasdan hech qayerga ketmayman. Sen qanaqa uyda tarbiya topgansan o'zi? Ket dedim senga, yo'qol. Bo'lmasa hozir militsiya chaqiraman. Chaqiraymi? Yaxshi ko'raman. Safsatalaringda menga aytma. Hozir militsiya chaqiraman, ketasanmi yoki ketmaysanmi? Sizlar Bahrom Yo'qol dedim, ket dedim. qilgansizlar. Kema o'zing sharmanda qilma. Yo'qol ket. Bahrom akamni chaqirib bering. Yo'q, Bahrom aka,